Yaqinlaringizga shodlik va quvonch ulashuvchi loyiha. Tabriklar TV loyihasi. Tabriklar TV loyihasi. Hamda sevimli boshlovchingiz Qunduzxon bilan. Alo. Alo, Assalomu alaykum. Gulchehra opa sizmisiz? sog'ol, Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, Rahmat. Biz sizni ayni damda Telegram ijtimoiy tarmog'ida faoliyat yuritib borayotgan Tabriklar TV loyihasidan shu loyiha boshlovchisi Qunduzxon bilan aloqadasiz. ha, Avvalambor Yaxshi. sizni bugungi unutulmas soningiz, shukronalik kuningiz hamda payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan takror bahkoringiz qarshi olgan 56 yoshingiz muborak bo'lsin. rahmat. Ushbu ajoyib kun munosabati bilan bizning loyihada qo'ng'iroq loyiha bor. Shunda yaqinlaringizdan ishtirok etib, o'zlarini go'zal, ajoyib tarzdagi tabriknoma xatlarini siz tomon yozib qoldirishgan ekanlar. Kim deb o'ylaysiz? Sizni xursand qilish maqsadida bizning loyihaga kim murojaat qilgan bo'lishi mumkin? Bilmasam, Farzandlaringizdan. farzandlarim chiqib tabrikladi. Xo'sh. Boshqa kim bo'lishi mumkin? Bilmadim. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon qizingiz Oygul opamiz nomlaridan yetib kelgan ekan. Qolaversa, turmush o'rtog'ingiz Kenjaboy akamiz, akangiz Shonazar, opalaringiz Dilorom opamiz, Barno opamiz, Zebo opamiz, ukalaringiz Quvondiq akamiz, Davronbek akamiz, Ilhomboy akamiz, kuyovingiz Otabek akamiz, farzandlaringiz Oxunjon, Ma'murjon, Shahzod, Bekzod, kelinlaringiz Sevara, Ozoda, Mehribon, Dilnoza opalar, nabira farzandlaringiz Bunyod, Diyorbek, Lutfilla, Malika, Muhammadali, Asadbek, Muslima, Donoxon, Mo'tabar, Nur Muhammadlar nomidan bizning loyihaga murojaat qilgan qizingiz Oygul opa bo'ladilar. Rahmat. Sizlar ham rahmat, qizim ham rahmat. Lekin ham qo'shqari bilan qo'sha qarg'ing. Hamisha ota-onasini xizmatida bo'ling. Mening dinimdayim qaynona bo'lib o'tirg'ing. Farzandlarni mehmon yurib. Endi ijozatingiz bilan shu qizingiz tayyorlagan tabriknoma xatlari bor ekan siz uchun. Mayli o'shalarni o'qib bersam. Rahmat. Bergan mehringizni poyoni yo'qdir. Kam qilmadingiz bizni hech qachon. Ko'p bora yig'latdi sizni bu taqdir. Endi o'zingiz uchun yashang onajon. Assalomu alaykum, men uchun qadrli bo'lgan qadrligim, mehribonim, darddoshim, sirdoshim, dilimga eng yaqin insonim, duogo'yim, jannat onajonim. Sizni bugungi unutulmas oningiz, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu hayotga kelishimizga sababchi bo'lib, bo'g'zida 9 oy ko'tarib, jonidan jon, yuragidan yurak berib, tug'ilganimizda dunyolarga sig'magan mehribonim, xo'sh-sabonim, jannat onajonim. Bugun sizni o'zingizga aytolmagan gaplarimni shu loyiha orqali aytishga qaror qildim. Onajonim, sizdek insonni ona qilib tanlagani uchun yaratgandan cheksiz minnatdorman. Onajonim, bizni qilgan duolaringiz sabab shunday martabaga erishib yuribmiz. Hayot yo'llarida sinmasligimiz uchun suyangan tog'imiz, tirgigimizsiz. Bizni baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Uylarimizda, to'ylarimizda bosh bo'lib yuring ilohim. Bilasizmi onajonim, borligingiz baxtimizdan darakdir. Hamisha sizga sog'lik, omonlik, bitmas tuganmas baxt, boqiy umr, shu umrga yetgunlik omadlar tilayman. Kulgan yuzlaringizda g'am, kulib turgan ko'zlaringiz hech qachon namlikni ko'rmasin. Xursandchilik ollari doimo davomiy bo'lsin. Har doim shodon, xursand yurishni Allohim nasib qilsin. Onajonim, siz bergan tarbiyangiz bilan bu hayotda hech ham qoqilmadik. Alhamdulillah deymizki, mana shunday insonlarni farzandi bo'lganimiz uchun Allohga hamisha hamd va sanolar aytamiz. Onajonim, garchi bu so'zni sizga har kun ayta olmasam-da, bugun qayta va qayta aytishga tayyorman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Angladim termolib o'xshiro yuziga. Keksalik yoshlikdan etibdi judo. Men mushtoqman uning bitta so'ziga. Onamni sira ham qaritma xudo. Mehridan kuch olib yashayman asla. Usiz boshimda ham turli savdo. Men ojiz bandanga rahmlar qilib, onamni sira ham qaritma xudo deya sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qiluvchi mehriboningiz o'zlarini go'zal tabriknoma xatlariga yakun yasagan ekanlar. Sizni ham aytar so'zlaringiz bormi? Hurmatli e'tibori uchun eng avvalo shu qudalarimga katta rahmat deyman. Xudoyim shu Xudom
Həcənə həcata olub oturuq, ballarına həmişə baş boğuy, xatarına əldə olub getgilə, işlərini şu bazarlarla ruvaç diliymen, qalarəndə şu giyovum, kızım, kəbdə rəhmət, şularam koşa qarıb, şu atanəsini yolunu bərgi, şularam baxlı taxlı olub, atanəsini hürmət etibara, iya olub ürgilə, niyetini etgilə, kəbdə rəhmət, hürmət etibarları üçün. Rahmat sizga ham mana shunday go'zal, mana shunday samimiy tilaklarning barchasi o'zingizga hamroh bo'lib, mana shunday mehr muhabbatingizga esa hech qachon ko'zlar tegmasin deya siz bilan Tabriklar TV loyihasi hamda boshlovchi Qunduzxon bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Yaxshi, rahmat. Sizlar ham rahmat. Sizlar ham sog'-omon bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Yonimdagi boyligim, o'zimni chiroyligim, ona yoningizda biling mening intizorligim. Uyimdagi bahorim, siz mening mehribonim, onajonginam mana. Yoshligimda yig'lasam gar ovutganim edingiz, bolam xavotirlanmagin yoningdaman derdingiz. Bolam deya farzandim deb ne kunni ko'rmadingiz, onajonginam mana. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam mana. Baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, onajonginam mana. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam mana. Baxtimiz ko'rib yuring, dunyo turguncha turing, onajonginam mana. Mening halovatim, ko'rib yuring rohatim, ona izlasam ham biling, sizdek do'st topolmadim. Mening shirin zabonim, jannatim mehribonim, onam, onajonginam mana. Yoshligimda xasta bo'lsam xavotirda edingiz, borligimga siz bir sabab, sizning duolaringiz. Bolam deya farzandim deb dunyoga keltirdingiz, onam, onajonginam mana. Yonimizda bor bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling, onajonginam mana. Baxtimiz ko'rib yuring, dunyo